Yorug'lik nurining kutlanishi. Kutlanish qonunlarini ifodalash uchun faqat elektr maydon ishlanganligi vektori Y ko'rib chiqiladi. Yorug'likning qutblanishi yorug'lik to'lqinlarining ko'ndalanlik xususiyatini namoyon bo'ladi. To'lqin optikasi hodisalari demak majmuasi demak o'sha haqida gapiradi. Ko'rayotganimiz demak yorug'likning tebranish yo'nalishi yorug'lik dastasi juda murakkab dasta bo'lib turib bitta zarrani o'zi demak shunday dasta ichida shunday yo'nalishda yuqori chastota bilan tebranadi va bu tebranishlarni demak biz haqiqatdan ham shu tahlil qilish uchun yorug'likning qutblanish hodisasini yuzlanamiz. Keling, yorug'likni qutblovchi moddalarni haqida batafsil gapirib o'tadigan bo'lsam, demak, turmaliy moddasi, ya'ni kristallari shunday joylashgan bo'lishi kerakki, kristallari bir yo'nalishda juda ham zich, ikkinchi yo'nalishda zich bo'lmagan holda joylashgan bo'lsin. Shunday moddalar demak qutblovchi moddalar deb ataladi. Demak buni demak yorug'lik tabiiy yorug'lik dastasi oldiga o'sha yorug'likni qutblovchi moddalardan joylashtiraylik va buni qutblagich yoki polarizator deb ataladi. Bundan yorug'lik nuri o'tgan paytda faqat u yorug'likni tebranishlarini o'sha bir xil yo'nalishda tebranishlarini o'tkaza oladi va bunday yorug'lik qutblangan yorug'lik deb ataladi. Endi o'sha yorug'lik nurlarini qutblangan yoki qutblanmaganini tahlil qilish uchun unga analizator qo'yiladi va o'sha yerda demak yorug'lik nuri o'tadigan tekislikka faqat bitta tebranadigan yorug'lik vektori chiziqlari qutblangan Y yoki yassi qutblangan deb ataladi. Tabiiy yorug'lik Y vektori tebranish barcha yo'nalishlarda teng huquqli bo'lib, tartibsiz o'z orientatsiyasini o'zgartira oladi. Demak, shunday qilib analizatordan o'tgan paytda demak yorug'lik ularning tekisliklari qutblovchi tekisliklari bir-biriga nisbatan perpendikulyar joylashgan bo'lsa, u holda undan yorug'lik o'tmaganini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Demak, shunday qilib tabiiy yorug'lik bu tabiiy yorug'lik yassi qutblangan to'lqinlarning to'lqin tarqalishi yorug'lik vektori tebranish yo'nalishida o'tadigan tekislik, ya'ni qutblanish tekisligi deb ataladi va u to'lqin nazariyasini o'sha isbotlaydi. Demak, yorug'lik nurlari bu to'lqinlardan iborat bo'ladi. Ya'ni bu yerda shu qutblanish tekisligini ko'rib turibmiz va bu yerda o'sha yorug'lik tabiiy yorug'lik bu bir paytning o'zida demak X va Y tekisliklari bo'ylab tebranishlarni hosil qiladi va bu yerda bitta shart bajariladi. Delta F T ga bog'liq ravishda o'zgaradigan bo'lsa, demak bunday nurlar o'zaro bir-biriga nisbatan kogerent emas. Demak, qutblangan yorug'lik. Demak, bu yerda tabiiy nurni kristallografik o'qiga parallel kesilgan turmalin kristalli plastinkasidan o'tkazishda chiziqli qutblangan yorug'likni oson olish mumkin. Turmalin kristalli kuchli anizotrop bo'lganligi sababli optik o'qqa perpendikulyar bo'lgan elektr vektorlaridan iborat bo'lgan yorug'lik nurlanishini kuchini yutadi va bu yerda demak ko'rib turganingizdek o'sha qutblanish tekisliklari bo'ylab quyidagicha yorug'lik nurlarining qutblanishi kuzatiladi. Ya'ni chiziqli qutblanish, elliptik qutblanish, doiraviy qutblanish va o'sha yana tekislikni o'zgartirgan holda delta p ga teng bo'lgan holda har bir demak o'sha fazalar uchun demak oxirida chiziqli qutblanishni ko'rib turibmiz. Ikkita o'zaro perpendikulyar tekislikda qutblangan ikkita monoxromatik to'lqinlar yagona bitta yo'nalish bo'yicha tarqalishi
vaqtida ko'chishlari natijasida elliptik qutblangan to'lqinni hosil qiladi. Bu yerda demak ko'rayotganimiz elliptik qutblangan yorug'lik to'lqinlari. Qutblanish darajasi. Demak, qutblanish darajasi P bilan belgilanadi. Bu yerda I va I maksimal va I minimallar qisman qutblangan yorug'lik jadalligining maksimum va minimum qiymatlarini belgilaydi. Tabiiy yorug'lik uchun I maksimal I minimalga teng bo'ladi, ya'ni tabiiy yorug'likda va qutblash nolga teng bo'ladi qutblanish darajasi. Yassi qutblangan yorug'lik uchun I minimal nolga teng bo'ladi va bunda demak o'sha qutblanish darajasi 1 ga teng bo'ladi. Malus qonuni. Demak, Malus qonuniga muvofiq analizator o'sha analizator modda o'tgan paytda, demak, analizator orqali o'tganda I yorug'lik jadalligi fi burchakka bog'liq holda o'zgaradi va bu yerda I teng I0 kosinus kvadrat fi ga teng bo'lib chiqadi. Ya'ni bu demak I0 tabiiy yorug'likning intensivligi, jadalligi va I demak o'sha ikkinchi qutblagichdan o'tayotgan paytdagi yorug'likning intensivligi yoki jadalligi deb ataladi. Bu yerda birinchi poliroid qutblagich vazifasini o'taydi. U tabiiy yorug'likni chiziqli qutblangan yorug'likka aylantiradi. Ikkinchi poliroid analizator bo'lsa, unga tushayotgan yorug'likni o'rganish uchun xizmat qiladi. Tebranish amplitudasini 2 ga ajratish mumkin va bu yerda demak Y parallel tashkil etuvchisi va Y uchun perpendikulyar tashkil etuvchisi. O'tgan to'lqinning jadalligi quyidagiga proporsional bo'ladi. Ya'ni Malus qonuniga muvofiq bu yerdan birinchi qutblagich orqali o'tgan yassi qutblangan yorug'likning jadalligini ko'rib turibmiz. Analizator orqali o'tgan yorug'likning jadalligi Malus qonuniga burchakka bog'liq o'zgaradi. Va bu yerda ikkita o'sha nimadan ko'rib turibmiz, o'sha tekislikda ikkita qutblagich orqali o'tayotgan yorug'likning jadalligini ifodasi quyidagiga teng bo'ladi. Qaytgan va singan nurlar qutblanishi. Ikkita dielektrikning bo'linish chegarasiga tabiiy yorug'lik tushganda aks etgan va singan nurlar qisman qutblanadi. Aks etgan nurda tushish tekisligi perpendikulyar bo'lgan nurlar ko'proq bo'ladi. Singan nurda esa tushish tekisligida yotgan tebranishlar ko'proq bo'ladi. Tushish burchagi Brewster burchagiga tenglashganda aks etgan nur yassi qutblangan nurga aylanadi. Demak, ko'rayotganimiz bu yerda o'sha ikkita muhit chegarasi, ya'ni sindirish yo'nalishi N1 va sindirish yo'nalishi N2 bo'lgan muhitlar. Bu yerda birinchi muhitga ikki muhit chegarasiga yorug'lik tushgan yorug'lik, undan qaytgan yorug'lik va ikki muhit chegarasida sinib o'tgan yorug'lik. Demak, bu yerda N2 birinchi muhitga nisbatan ikkinchi muhitning nur sindirish yo'nalishi deb ataladi. Demak, bu yerda tangens I Brewster qonuni deb ataladi va Brewster qonuniga muvofiq o'sha I ya'ni qaytayotgan nurning burchagi va singan nurlarning burchagi o'zaro bir-biriga perpendikulyar bo'lganda bu hodisa kuzatiladi. Shunday qilib, tangens I B ya'ni Brewster qonuniga muvofiq N2 ga teng bo'ladi. Qo'sh nur sinish hodisasi. Yorug'lik nur kristallardan o'tganda ikkita nurga ajraladi. Bitta nur odatdagi nur sinish qonunini qanoatlantiradi. Tushayotgan nur normal tekislikda yotadi. Bu nur odatdagi nur deb ataladi. Y bu yerda yo'nalishi ikkinchi nur sindirish qonunidan chetlashadi va odatdan tashqari nur deb hisoblanadi.
Anizotrop kristallarda dielektrik sindiruvchanlik elektr maydon kuchlanganligi vektorining tebranish yo'nalishiga bog'liq bo'ladi va bu yerda v katta bo'lganda v dan ya'ni bo'lgan holda kristal musbat hisoblanadi. Aksincha bo'lsa kristal manfiy hisoblanadi. Odatdagi va odatdan tashqari nurlarning xususiyati odatdagi nurlar va odatdan tashqari nurlarni bu jadval bo'yicha bu yerda taqqoslab ko'rsatilgan. Ya'ni odatdagi nur Y kuchlanganlik vektori kristalni bosh tekisligiga perpendikulyar yo'nalishda tebranadi. Odatdan tashqari nur esa Y kuchlanganlik vektori kristalning bosh tekisligida tebranadi. Odatdagi nur kristalning barcha yo'nalishlarida bir xil tezlik bilan tarqaladi. Odatdan tashqari nur kristalning barcha yo'nalishlarida har xil tezlik bilan tarqaladi. Bu nur uchun N0 sindirish ko'rsatkichi o'zgarmas kattaroq hisoblanadi va odatdan tashqari nur esa nur yo'nalishidagi bog'liq o'zgaruvchan kattaroq hisoblanadi. Qo'sh nur sinish hodisasini o'sha kristaldan o'tayotgan paytdagi rasmini ko'rib turibmiz. Demak, unga tushayotgan nur o'sha kristaldan chiqayotgan paytda demak ikkiga ajralib chiqadi va buni qo'sh nur sinishi deb ataladi. Sun'iy optik anizotropiya, optik anizotropiya modda mexanik deformatsiyasi yoki elektr maydoni Kerr effekti natijasida hosil bo'lishi mumkin. Küvetdagi demak suyuqlikka potensiallar farqi qo'yilganda suyuqlik qo'sh nur sindirish ko'rsatkichi xususiyatiga ega bo'ladi. Odatda va odatdan tashqari nurlar sindirish ko'rsatkichi farqi quyidagiga teng bo'ladi. Bu yerda demak lambda vakuumdagi yorug'lik to'lqinlarining uzunligi, Y elektr maydon kuchlanganligi, B temperatura, yorug'lik to'lqini uzunligi va moddaning tabiatiga bog'liq Kerr doimiysi deb ataladi. Demak, kristalni bir tomonlama qisish va cho'zish natijasida biz ushbu qonunlarni kuzatishimiz mumkin bo'ladi. Qutblanish tekisligining aylanishi. Demak, qutblagich ayrim moddalar kvars, shakar va skibidar qutblanish tekisligini aylantirish xususiyatiga ega bo'lganligi uchun optik aktiv moddalar hisoblanadi. Shakardagi küveta, ya'ni anizotropdagi fi burilish burchakka qarab qorishmadagi shakar konsentratsiyasi aniqlanadi. Demak, bu bo'yicha demak o'sha meditsinada kant moddasi, qondagi kant moddasi yoki moddalardagi kant moddasini bizda tekshirish imkoniyati bo'ladi. Demak, shunday o'sha priborlarda, ya'ni qurilmalarda qutblanish tekisligini aylantiruvchi aktiv moddalardan foydalaniladi. Demak, bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Bu dars jarayonida demak foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati keltirilgan va bu bo'yicha demak pedagogik darslik vositalar, ya'ni Colorado Eduz simulyatoridan foydalangan holda siz o'sha saytda o'zingiz mustaqil ravishda bilimlaringizni yanada oshirishingiz mumkin bo'ladi va to'lqinlarning interferensiyasi, qutblanishi yoki diffraksiya hodisalarini ham ushbu sayt orqali ko'rib o'zlaringiz demak demonstratsiyani bajarib, ya'ni simulyatsiya jarayonida bajarib ko'rishingiz mumkin bo'ladi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Bugungi darsimiz tugadi.